Assalomu alaykum hammaga. Men Buxoro davlat pedagogika institutining aniq va tabiiy fanlar fakulteti geografiya kafedrasining iqtisodiyot fanlar o'qituvchisi Achilova Ramziya A'zamova bilan bo'laman. Bugungi iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanimizga taalluqli bo'lgan marketing tamoyillari va turlari mavzusi bo'yicha slaydni ko'rib chiqamiz. Demak, bu mavzuga doir bo'lgan rejalar mavjud. Marketing haqida tushuncha, marketing tamoyillari va marketing turlari. Endi marketingning o'zi nima, qaysi tildan olingan va qanday ma'noni anglatadi? Marketing inglizchadan olingan bo'lib, market bozor, bozordagi harakat, faoliyat, ya'ni bozor faoliyatini o'rganish ma'nosini anglatadi. Marketing tushunchasi bozor bilan bog'liq bo'lgan istalgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Marketing murakkab, ko'p qirrali tushunchadir. Marketing korxonaning tovarlar ishlab chiqarish va sotishni tashkil etish hamda boshqarish shakli hisoblanadi. Marketing tamoyillari bu marketing asosida yotgan, uning tub mohiyatini ochuvchi asosiy holatlar, talablar majmuasidir. Endi quyidagi tamoyillar marketing faoliyatida asosiy hisoblanadi. Birinchisi, iste'molchi bu shoh. Ikkinchisi, ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish emas, sotiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish kerak. Uchinchi tamoyilimiz, mahsulot yaratish bilan uning iste'molchisini ham yaratish kerak. Va to'rtinchi tamoyilimiz, tovar bozorlariga differentsiyalashgan holda yondashish kerak. Beshinchisi, korxona iste'molchining talabini qondirish bilangina o'z foydasi va obro'siga ham ega bo'lishi kerak. Endi tamoyillarga yondashuvlar quyidagilardan iborat. Iste'molchiga kerak narsani ishlab chiqarish kerak. Bozorga tovar va xizmatlar bilan emas, balki iste'molchilarning muammolarini yechuvchi vositalar bilan chiqish va tovar ishlab chiqarishni iste'molchilarni va talabni o'rgangandan so'ng yo'lga qo'yish. Firmani ishlab chiqarish, eksport faoliyatini yo'lga qo'yishni jadallashtirish. Qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun maqsadli, dasturli, kompleks yondashuvdan foydalanish. Korxona faoliyatini uzoq muddatli, samarali kommunikatsiya bilan ta'minlash orqali tovarning bozordagi mavqeini mustahkamlash. Tovar hayotiy davrining har bir bosqichida ishlab chiqarishning